Assalomu alaykum. Bugun diafragma churrasi haqida, grijasi haqida gaplashamiz. Diafragma churrasi bu nima? Bu qorin bo'shlig'i bilan ko'krak qafasining o'rtasida diafragma joylashgan va bu oshqozon qizil o'ngach kelib, oshqozonga ulanish qismida bitta teshik orqali kesib o'tadi. Mana shu qismda oshqozonning yuqoriga, o'sha teshik orqali yuqoriga ko'tarilib chiqib qolishi yoki qisilib qolishi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallik asosan 40 yoshdan keyin uchraydi va ayollarda erkaklarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Sababki ayollar ko'krak bilan nafas oladi, erkaklar qorin bilan nafas oladi. Va belgilari ko'krak bo'shlig'ida, mana shu ko'krak qismida achishish, kuydirish, nordon suyuqlikning og'izga kelishi bo'lishi mumkin, lekin ayrimlarda bu umuman belgi bo'lmasligi ham mumkin. Churrani o'z ikkita turi bor. Bitta turi bu qizil o'ngachda o'sha eng pastki qismi va oshqozonning yuqori qismining o'zining kengayib yuqoriga ko'tarilib qolishi, bu ko'pincha jig'ildon qaynashiga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi turi bor va xavfliroq, bu o'sha qizil o'ngachda o'sha teshigining yonidan oshqozonning bir qismining tepaga chiqib qolishi. Bu paraezofagal churra deb ataladi va bu xavfli, chunki oshqozon siqilib qolishi va qon bilan ta'minlanishi buzilishi mumkin. Davolashda birinchi bosqichida dori vositalari bilan davolashga harakat qilinadi, ya'ni omeprazol, pantoprazol kabi kislota kamaytiruvchi dorilar bilan. Lekin ammo esda tutish kerakki, bu dori vositalari churrani yo'qotmaydi, faqatgina simptomlarini, jig'ildon qaynashini, kuydirish hissini yo'qotishi mumkin yoki kamaytiradi. Operatsiya qachon kerak? Agar og'ir simptom bo'lsa, dori yordam bermasa yoki o'sha paraezofagal churraga o'tib ketadigan bo'lsa, albatta jarrohlik usuli talab etiladi. Eng samarali usul laparoskopik Nilsson fundoplastikasi bo'ladi. O'z vaqtida murojaat qilish asoratlarni oldini olishga yordam beradi. Buni rasmini esa Telegram kanalimda joylab qo'yaman. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.